Давай Misha Dondon'niki o'ynaymiz. Yo'q, davay o'ynaymiz, davay. Agar noxo'z yutsang erta shart berasan. Yo'q, O'ynamayman men. Qani o'ynamaysan? $1000 berib beraman. O'ynamasam ham $1000. Yo'q, iloji yo'q, davay o'ynaymiz. Ke. Don ziki. Uni tojit qilaman. Og'zi bajoningo. Berli boyzat. Mana shular nimaligini bilasanmi? Nima qilasan buncha salfetkan? Senga shart beraman uka, jonim. Bilan bugun balon qaraytirasan ukajon, men ushlab bu sani ish qurollaring. Halol mehnat qiladi, borib mo'shinlarning balonini qaraytiradi. Agar yo'q balonimni qaraytirmayman desa, viloyat salfetka oling bo'lmasa deydi. Xullas halol mehnat. Agar halol mehnat ish bermasa, harom yo'lga o'tasan. Uydagilarim mazasi yo'g'idi. Bitta shart. Naydi onasini imsa? Bitta shart bu, prosta pulini olishing kerak o'sha odam. Farqi yo'q qanday olsang. Xohlasang balon qaraytir. Hozir mehnatda ayb yo'q, lekin qarab o'tir, shunaqa xo'rlayman. Bundan ham xo'rlayman, bundan ham xo'rlayman. Patsa chaqilib ko'ringlar. Bitta qaraytiramizmi mashinalarni? Konkurentda sizlar menga ku'rib menga pul bermaydi. Ketsanlar. Balonlaringizni qaraytirib beray aka. Moshinangiz populyarni bo'ladi erta aka. O'rtoqlar, ertadan blogerlik yig'ishtirdim. Qimmat mashinalar kelaversa, chota dumog'im cho'q bo'lib. Balonni qaraytirib bersam bo'ladimi aka? Bering. Shuncha balon qaraytiraman, like bosib qo'yinglar xatyabi. Aka, baloningizni qaraytirib beraymi? Ko'ngildan chiqarib akajon, birini beraverasiz pullar. Shuncha mehnat, addushi bilan. 145 ming so'm ishladi Rashidov. Bo'ldi Hajirajon, ikkita salfetkani qo'llanasizmi? Bo'ldi jo'rajonim, tamom. Rahmat. Sen shart bajarding deb hisoblaymiz. Tamam, qana tamom, ber aka. Van suray endi. O'ynaymiz onasini. Ha, davay. Shugun o'limgacha shart. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Ana endi azoblayman. O'rtoqlar, kommentariyaga yozinglar, nima shart beramiz bunga? Gryaz shart beringlar.